O'zbekistonda quyosh energetikasiga bo'lgan talab butun dunyodagi kabi kundan-kun ortib bormoqda. Aynan shu talablardan kelib chiqqan holatda, bundan tashqari mamlakatimizda yaratilgan sharoitlardan kelib chiqqan holatda O'zbekiston hamda Yevropa ittifoqi, ya'ni Erasmus tashkiloti bilan hamkorlikda O'zbekistondagi 7 ta universitet, jumladan Toshkent axborot texnologiya universiteti hamda Yevropa universitetlari bilan birgalikda DEPSEUZ loyihasi 2023-yilda yutib olingan. Ushbu loyihaning asosiy maqsadi quyosh energetikasini O'zbekistonda joriy qilish bo'yicha mutaxassislar tayyorlashdan iborat. Ya'ni bunda o'quv dasturlarini ishlab chiqish, universitetlarda yangi yo'nalishlarni ishlab chiqish hamda ishga tushirish bilan bog'liq ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Aynan shu loyiha doirasida 2025-yilda ushbu laboratoriya tashkil qilindi. Ushbu laboratoriya O'zbekiston bo'yicha tashkil qilingan 7 ta laboratoriyadan bittasi hisoblanadi. Ya'ni har bitta milliy OTMlarimizda ushbu laboratoriyalar tashkil qilingan. Bu laboratoriyamizda nafaqat quyosh energetikasi, balkim alternativ energiya turlarining barcha turlari bo'yicha amaliy ishlarda olib borsa, tajribalar o'tkazsa bo'ladi. Jumladan, mana ko'rishimiz mumkin, birinchi quyosh energetikasi bo'yicha amaliy ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Shamol energetikasi bo'yicha, gidroenergetika bo'yicha, bundan tashqari turli xil energiya o'lchov tizimlarini turli xil tajribalar o'tkazish, ular bo'yicha tadqiqotlar olib borish uchun aynan bu laboratoriya mos hisoblanadi. Ushbu laboratoriyada bundan tashqari turli virtual muhitlar ham mavjud bo'lib, talabalarda energetika bilan bog'liq bo'lgan amaliy masalalarni virtual muhitlarda bajarish imkoniyatlari ham yaratilgan.